Linenko 900 bularga nimalar qilib berildi. Bularga endi hozir birinchi o'chirib qilib berildi. Hozir обновление ko'taryapman. Обновление ko'targandan keyin ingliz tiliga o'tadi. И также orqaga monitorlarga launcherlar yozildi. Bu monitorlarga YouTube'lar yozildi. Misol uchun YouTube ko'rib keturalarmi, ishlatib keturalarmi, misol uchun любой narsani ishlatib keturalar. И также bu yerda nima qilindi? Navigatorlar Alisa bilan gaplashib keturasizlar. Alisa, поехали Alayski. Misal internet qotyapti. Orqa monitorlarga ham qilib berildi. Monitorda bu yerda nimasi bor? Bu monitorda monitor kattalik bo'lgani uchun xohlasangiz ikkita ish qilib keturasiz. Ko'rdingizmi qani? Bu yoq monitor разделение bo'ladi, YouTube bo'ladi. Bu yoqni bosasizlar, bu yoqqa o'tadi. Xohlaganinglarni misol uchun ko'rib keturasizlar. Bu yoqdan ham ko'rib keturasizlar, u yoqdan ham ko'rib keturasizlar. Ishlatib keturasizlar. Hozir faqat internet ulamagan, hozir internet uladisa, hamma ishlaydi. Garantiyasini качественный Linenko 900. Также sim-karta, angliskiy язык, rusifikatsiya bo'ladi. Inshaalloh ertaga qilib beramiz. Biz обновление ko'taramiz. И приложениyalar. Kerak bo'lsa garantiyasini telefon qo'yasiz.